Buxoroda Abu ukamga prank. Abu uka kechiring aka. Bo'loqa. Ha, chiqonmi? Qoch. Esi tushun. Qattifon qo'varamiz o'shanga. Nima deb olamiz? O'sha Abu ukamga prank qilaman deyman-da. Bugun prank qilaman-ku, kechiraman. Abu ukam bilan hozir Buxoroga yetib keldik o'rtoqlar. Iftorlikdan keyin Abu ukamga shunaqa prank qilaman. Tayyormisiz? Oxirigacha ketib. Bo'ldi. Sekinroq yur, voqli borib o'tirmaymiz-ku kutib. Borib kutib o'tirsa nima qiladi? Nima qiladigan ishimiz yo'q-ku, baribir borib o'tiramiz shu yerda. Ha, qol. Qiynalyaptilar. Yorallar endi. Etsiz urarlar rostdan. Etingda qoching. Hojat ketdilarmi hozir? Abu uka, qulog'imga kley yopishtiruvdingiz-ku? Rashod bo'ldik. Rashod? Rashod bo'ldi aka. Maza. Ha. Toshib ketdi deb o'yladim men. To'l etdik rena. Ay, voy. Yana bitta kirib chayib chiqing undan ko'ra. O'tirganda bo'lmaydi. 10-15 marta chayish kerak-da uni. Shancha. Xafamansiz-ku, to'g'rimi? Navoiyda gaplashamiz. Yo, xafamasman-ding. Navoiyda gaplashamiz. Bo'pti, hozir.